Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek shu dushovoyimizni boshlaymiz plitkasini. Plitkani biz gazoblokni o'ziga, shu pina blokni o'ziga yopishtirishni boshlaymiz. Biz shkaturka, biz rasxod bo'lishi uchun biz shkaturka uryapmiz. Uyni egasiga qanday udobni bo'lsa, pul tejalishi uchun shunday nimalarni biz qilib beryapmiz. Plitkani terishga sal qiynalamiz. Shular tomonlama kamitdan qiynalib o'rin qilamiz. Uyni egasiga foydali bo'ladi. Sizlarga ham foydali bo'ladi degan umiddaman bu videom. Santexnikalar tayyorlab bo'ldi. Bu yoq tomonda unvonlik bo'ladi. Unvonlik to'mbichkamiz bu yoq tarafda turadi. Gigiyenichеский dushimiz bo'ladi bu. BD 60 sm devordan baholangan, poldan 60 sm. Shunday ustanovka bo'lgan. Bu yoq tarafga dushovoy kabinamiz bo'ladi. Dushovoy kabina razmeriga qarab, tagidagi vannasiga qarab, bu yerga razmer olingan 1.15 standartni razmer. Xo'sh, biz bitga plitka urishni boshlaymiz endi. Kuzatib borasizlar, like bosinglar, paddishkada bo'linglar.